Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Navbatdagi drayverkamiz tayyor bo'ldi. Tepaga hashi otmaydigan varianti. Turburchak. Universal, ho'l, quruq, donli mahsulotlar hammasini chiqaraveradi. 220 3 kilovatli motor, aliment. Narxi 2.400.000 so'm. Viloyat markazigacha dastavkalarimiz bepul. Universal. Mana ikkita setkasi bor. Mana tasi uni kepek qilib beradi, bunisi yorma qilib beradi. Mana ikki donni to'ldirib qo'yib chiqarilaveradi. Mana ikki makkani sutasi bilan tashlasangiz ham chiqarib beraveradi. Pichog'i 12 talik, mahayvisiz, motorga nagruska kelmaydigan yengil pichoq. Hozir hashiga chiqarib ko'ramiz. Mana shu yerdan turib bo'laver. Mana mol, qo'y xohlagan narsa yuraveradi.